Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Bugun men juda muhim masalani tushuntiraman. 10 avgustdan pensiya 12,1% oshdi degan xabar atrofida juda ko'p savollar, tushunmovchiliklar va afsuski noto'g'ri talqinlar paydo bo'ldi. Kimdir pensionerlar aldandi deyapti. Kimdir hammaning pensiyasi bir xil oshadi deyapti. Yana kimdir bank kartasiga tushgan pulni ko'rib, nega menga 12,1% qo'shilmadi deb xavotirga tushyapti. Bu ma'lumot har bir pensionerga, nogironlik pensiyasi oluvchilarga, boquvchisini yo'qotgan oilalarga, shuningdek ota-onasi yoki bobo-buvisining pensiyasini tekshirayotgan farzandlarga bevosita tegishli. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling va like bosib qo'ying. Chunki men bu mavzuni oddiy tilda, raqamlar bilan kimga qancha ta'sir qilishini batafsil tushuntiraman. Avvalo, eng muhim narsani aytaman. Pensiya o'shishi haqidagi xabarni faqat sarlavhaga qarab tushunish juda xavfli. Indekigi 1% oshdi degan jumla odamlarga juda sodda ko'rinadi. Masalan, 20 million so'm oladigan odam endi 20 million bit ish 1 ming so'm oladi. 2 million oladigan odam 2 million 2 qo'li 2 ming so'm oladi deb o'ylaydi. Lekin amaliyotda har doim ham bunday bo'lavermaydi. Nega? Chunki pensiya tarkibi birgina asosiy pensiyadan iborat bo'lmasligi mumkin. Ayrim fuqarolarda asosiy pensiya bor, ustama bor, kompensatsiya bor, qo'shimcha to'lov bor. Ayrim toifalar uchun imtiyozli to'lovlar bor. Ba'zi to'lovlar foizga oshiriladi, ba'zilari esa o'zgarmas miqdorda qolishi mumkin. Shuning uchun pensioner kartasiga tushgan umumiy summaga qarab menga 12,1% qo'shilmadi, meni aldashdi deyishdan oldin qaysi qism oshganini aniqlash kerak. Oldin qanday edi? Odatda pensiya miqdori davlat tomonidan belgilangan tartibda prezident farmoni yoki hukumat qarori asosida indeksatsiya qilinadi. Indeksatsiya degani oddiy tilda shuni anglatadi. Narxlar, kommunal to'lovlar, oziq-ovqat va boshqa xarajatlar oshgan sharoitda pensionerlarning daromadi ham muayyan foizga ko'tariladi. Lekin indeksatsiya har doim ham odamning qo'liga tegadigan umumiy pulga aynan bir xil foizda ta'sir qilmaydi. Endi nima o'zgardi? 10 avgust sanasi atrofida tarqalgan xabarlarda pensiyalar 12,1% ga oshirilishi aytilmoqda. Bu yerda ikkita nozik nuqta bor. Birinchisi, oshirish qaysi kundan kuchga kiradi? Oy boshidanmi, 10 avgustdanmi yoki keyingi to'lov davridanmi? Ikkinchisi, oshirish qaysi bazaga nisbatan qo'llanadi? Pensiyaning to'liq summasigami yoki hisob-kitob qilinadigan asosiy qismigami? Mana shu ikki savolga javob topilmasa, odamlar orasida norozilik va noto'g'ri xulosa paydo bo'ladi. Men ko'p yillik tajribadan kelib chiqib aytaman. Pensiya oshishi haqidagi har qanday xabarda birinchi navbatda 3 ta narsani tekshirish kerak. Birinchisi, rasmiy hujjat bormi? Ikkinchisi, hujjatda qaysi toifalar deyilgani? Uchinchisi, qaysi sanadan va qanday tartibda deyilgani? Masalan, oddiy yoshga doir pensiya oluvchi fuqaro bor. U hozir 1,5 million so'm pensiya olayotgan bo'lsin. Agar uning butun pensiyasi indeksatsiyaga tushsa, 12,1% oshish taxminan 1,500 so'm bo'ladi. Ya'ni yangi summa 26,500 so'm atrofida chiqadi. Lekin agar uning pensiyasi tarkibida oshmaydigan alohida kompensatsiya yoki qo'shimcha to'lov bo'lsa, unda oshish faqat asosiy qismga qo'llanishi mumkin. Masalan, 1500 million so'mning 1300 million so'mi asosiy pensiya. 200 ming so'm qo'shimcha to'lov bo'lsa, 20% faqat 1,300,000 so'mga qo'shilsa, oshish 1,7,300 so'm bo'ladi. Natijada yangi umumiy summa 1,6,7,300 so'm bo'ladi. Pensioner esa men 1,1 so'm kutgandim, 1,7 so'm qo'shildi deb norozilik bildiradi. Aslida farq hisoblash bazasidan kelib chiqadi. Yana bir misol. 2 million so'm pensiya oladigan otaxon bor. U 10 avgustdan oshdi degan xabarni eshitdi. U o'ylaydi, demak, avgust oyida 2 ming so'm tushishi kerak. Lekin agar o'shish aynan 10 avgustdan kuchga kirsa, avgust oyi to'liq yangi stavkada hisoblanmasligi mumkin. Oyning imdan 9 kunigacha eski miqdor, undan keyingi kunlar yangi miqdor bilan hisoblanadi. Bunday holatda avgust oyidagi qo'shimcha summa to'liq 2,2 ming so'm emas, oy kunlariga nisbatan proporsional bo'lishi mumkin. Keyingi oyda esa to'liq yangi miqdor ko'rinadi. Mana shu joyda eng ko'p tushunmovchilik bo'ladi. Keling, oddiy hisoblaymiz. Agar 2 ming so'm pensiya 12,1% ga oshsa, oylik oshish 2,2 ming so'm. Agar bu oshish oy boshidan emas, 10 avgustdan hisoblansa, avgust oyining
taxminan 22 kuni yangi stavkaga tushadi. Demak, 2,22 ming so'mning hammasi emas, taxminan 3 dan 2 qismi atrofida qo'shimcha chiqishi mumkin. Shuning uchun avgust to'lovida kamroq ko'rinsa, bu darhol aldash degani emas. Sentabr yoki keyingi to'liq oyda hisob-kitob aniqroq ko'rinadi. Nogironlik pensiyasi oluvchilar ham alohida e'tibor berish kerak. Masalan, il guruh nogironligi bo'lgan fuqaro asosiy pensiya bilan birga parvarish yoki boshqa turdagi qo'shimcha to'lov olishi mumkin. Ini 2,1% o'sish barcha tarkibiy qismlarga bir xil ta'sir qiladimi yoki faqat pensiya qismigami? Buni pensiya jamg'armasi hisob-kitobidan tekshirish kerak. Chunki ayrim qo'shimcha to'lovlar alohida normativ bilan belgilanadi va har bir indeksatsiyada avtomatik oshmasligi mumkin. Boquvchisini yo'qotganlik pensiyasida ham shunday. Bir oilada 2 nafar farzand bo'lishi mumkin. Pensiya ularga ulush asosida hisoblanadi. Agar umumiy pensiya 1,2 ming so'm bo'lsa va ilmiy ekibin 1% qo'shilsa, nazariy o'sish 1,5-200 so'm. Lekin ulushlar, yosh o'qish holati, hujjatning amal qilish muddati, farzandning kunduzgi ta'limda o'qishi kabi omillar to'lovga ta'sir qilishi mumkin. Ba'zan pensiya oshgan bo'ladi. Lekin bir vaqtning o'zida bir nafaqa muddati tugagan bo'ladi. Natijada kartaga tushgan pul kutilganidan kam ko'rinadi. Kim xavotir olishi kerak? Birinchidan, pensiyasi oxirgi 2 oyda birdan kamayganlar. Ikkinchidan, kartasiga tushgan pul bilan pensiya jamg'armasi aytgan summa mos kelmayotganlar. Uchinchidan, ish staji qayta hisoblanmagan yoki mehnat daftarchasida eski xatolar bor odamlar. To'rtinchidan, pensiyaga qo'shimcha hujjat topshirgan, lekin hali javob olmaganlar. Beshinchidan, bank kartasi bloklangan, eski karta muddati tugagan yoki pochta orqali naqd oladigan pensionerlar. Kim xavotir olmasligi mumkin? Agar siz pensiyani muntazam olsangiz, kartangiz ishlayotgan bo'lsa, hujjatlaringiz to'liq bo'lsa, sentabr oyida yangi miqdor to'liq aks etsa, ortiqcha vahimaga tushmang. Ba'zi holatlarda tizimda qayta hisoblash biroz vaqt oladi. Muhimi, sizda SMS xabarlar, bank ilovasi ma'lumoti, pensiya to'lovi bo'yicha ma'lumotnoma saqlansin. Endi eng og'riqli joyga kelamiz. Nega odamlar pensionerlar aldandi deyapti? Men buni 3 ta sabab bilan tushuntiraman. Birinchi sabab sarlavhalar juda keskin beriladi. 10 avgustdan pensiya 12,1% oshdi degan gapni odamlar hamma uchun bir xil. Shu kunning o'zida kartaga darhol to'lib tushadi deb tushunadi. Lekin davlat to'lov tizimida qayta hisoblash, reyestr bankka jo'natish, pochta orqali yetkazish kabi bosqichlar bor. Bu bosqichlarning har birida bir necha kunlik farq bo'lishi mumkin. Ikkinchi sabab, yalpi summa bilan hisoblangan summa aralashib ketadi. Masalan, pensioner 1,800 ming so'm oladi. U 1% ni butun summaga qo'llaydi va 2,7,800 so'm qo'shimcha kutadi. Lekin uning pensiya tarkibida 300 ming so'mlik alohida to'lov bo'lsa va u indeksatsiyaga kirmasa, o'shish 1,500 ming so'mga hisoblanadi. Bu holda qo'shimcha bilvaqidan 1,500 so'm bo'ladi. Farq 36,300 so'm. Odam uchun bu kichik pul emas. To'g'risi, uni kommunal to'lovi bor. Shuning uchun bu masalani rasmiy tushuntirish bilan aniqlash shart. Uchinchi sabab qarzdorlik va ushlab qolishlar. Ba'zi pensionerlarda aliment, kredit, sud qarori, ortiqcha to'langan nafaqani qaytarish kabi ushlab qolishlar bo'lishi mumkin. Pensiya oshgan bo'lsa ham. Ushlab qolish sababli qo'lga tegadigan pul kutilganidan kam bo'ladi. Masalan, 1,600 ming so'm pensiya indiki 1% ga oshib 1,793,600 so'm bo'ldi. Lekin har oy 200 ming so'm qarz ushlab qolinayotgan bo'lsa, kartaga 1,593,600 so'm tushadi. Pensioner esa eski pensiyasi 1,600 ming so'm edi. Endi undan ham kam tushdi deb o'ylashi mumkin. Aslida bu yerda o'sish bor, lekin ushlab qolish ham bor. Yana bir nozik jihat. Minimal pensiya va minimal nafaqa masalasi. Ayrim pensionerlar eng kam miqdor atrofida to'lov oladi. Davlat ba'zida minimal miqdorlarni alohida ko'taradi. Bunda kimning pensiyasi minimal darajadan past bo'lsa, u minimal darajaga yetkaziladi. Lekin kimning pensiyasi allaqachon yuqoriroq bo'lsa, unga boshqa tartibda hisoblanadi. Shuning uchun ikki qo'shni bir xil yoshda bo'lsa ham bir xil foizda oshmayotgandek ko'rinishi mumkin. Sabab ularning ish staji, ish haqi, pensiya turi va avvalgi hisob-kitobi har xil. Ayollar uchun ham alohida holatlar bor. Masalan, farzand parvarishi davrlari ish stajidagi uzilishlar. Hujjatlarda familiya almashgandan keyingi nomuvofiqliklar pensiya hisobiga ta'sir qilishi mumkin. Agar ayol kishi turmushga chiqqanidan keyin familiyasini o'zgartirgan bo'lsa.
mehnat daftarchasidagi eski familiya bilan pasportdagi yangi familiya mos tasdiqlanmagan bo'lsa, ayrim staj davrlari hisobga olinmagan bo'lishi mumkin. Pensiya oshgani yaxshi, lekin pensiya avvaldan noto'g'ri hisoblangan bo'lsa, indiki 1000% ham noto'g'ri bazaga qo'shiladi. Shuning uchun eski xatoni topish ko'pincha yangi oshishdan ham muhimroq bo'ladi. Qishloq joylarida pochta orqali pensiya oladiganlar ham ehtiyot bo'lishi kerak. Naqd tarqatishda kechikish bo'lishi, qayta hisob-kitob keyingi oyga qo'shilib berilishi yoki pensioner uyda bo'lmagani uchun to'lov ortga qaytishi mumkin. Bunday vaziyatda menga oshgan pensiya berilmadi deb aytishdan oldin pochta bo'limidan to'lov qaydnomasini so'rash kerak. Bank kartasi orqali oladiganlar uchun yana bir muammo bor. SMS xabar kelmasligi yoki bank ilovasi summa kech ko'rinishi. Ba'zan pul tushgan bo'ladi, lekin SMS xizmati ulanmagan yoki karta muddati tugagan bo'ladi. Pensioner banknotga boradi, pul yo'q deb o'ylaydi. Aslida karta yangilanishi kerak bo'ladi. Shuning uchun pensiya oshishi masalasini bank muammosi bilan aralashtirib yubormaslik kerak. Endi men sizga aniq nima qilish kerakligini bosqichma-bosqich aytaman. Faqat eshitib qo'ymang. Daftar olib yozib oling yoki videoni yaqinlaringizga yuboring. Birinchi qadam, pensiyangizning eski va yangi summasini aniqlang. Bank ilovasidan oxirgi 3 oy tushumlarini ko'ring. Agar bank ilovangiz bo'lmasa, bank filialiga boring va hisob varaqdan ko'chirma so'rang. Pochta orqali olsangiz, pochta bo'limidan qaysi oyda qancha berilganini yozma yoki kamida qaydnoma asosida aniqlang. Ikkinchi qadam, pensiya jamg'armasidan hisob-kitob ma'lumotini so'rang. Tuman yoki shahar pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qilishingiz mumkin. O'zingiz bilan pasport yoki ID karta, JSS shir raqami, pensiya guvohnomasi yoki pensiya hujjatlari. Bank karta ma'lumoti, agar bo'lsa mehnat daftarchasi nusxasini olib boring. Agar nogironlik bo'yicha pensiya olsangiz, TMEK yoki tibbiy mehnat ekspert komissiyasi hujjatlari ham kerak bo'lishi mumkin. Uchinchi qadam, murojaatni og'zaki emas yozma qiling. Men har doim shuni maslahat beraman. Iltimos, pensiyam 10 avgustdan boshlab 12% oshirilganligi bo'yicha qayta hisob-kitobni tushuntirib berishingizni pensiyamning asosiy qismi. Qo'shimcha to'lovlari va ushlab qolishlar miqdori ko'rsatilgan ma'lumotnoma taqdim etishingizni so'rayman deb yozing. Yozma murojaatga javob berish majburiy bo'ladi. Og'zaki aytilgan gap esa keyin isbotlanmaydi. 4-qadam. Agar sizda ish staji bo'yicha shubha bo'lsa, mehnat daftarchasini tekshirtiring. Masalan, 1995 yildan 1992 yilgacha zavodda ishlagan bo'lsangiz, lekin bu davr pensiya hisobiga kirmagan bo'lishi mumkin. Korxona yopilgan bo'lsa, arxivdan ma'lumotnoma olish kerak. Hokimlik arxivi, idoraviy arxiv yoki davlat arxiviga so'rov yuboriladi. Staj qo'shilsa, pensiya bazasi oshadi. Keyingi indeksatsiya ham yuqoriroq summaga hisoblanadi. 5-qadam, familiya, ism, tug'ilgan sana va hujjatlardagi xatolarni tekshiring. Juda ko'p odamlar bitta harf xatosi sababli yillar davomida kam pensiya olgan. Masalan, mehnat daftarchasida Karimova deb yozilgan. Pasportda Karimova Dilbar o'rniga Dilbarxon bo'lsa, tizimda moslik muammosi chiqishi mumkin. Bunday holatda FHDYO bo'limidan tasdiqlovchi ma'lumotnoma olinadi. 6-qadam, ushlab qolishlar bor yo'qligini aniqlang. Agar kartaga tushgan summa kutilgandan kam bo'lsa, darhol pensiya jamg'armasidan ushlab qolishlar ro'yxatini so'rang. Qaysi tashkilot, qaysi qaror, qancha miqdorda ushlab qolmoqda, barchasi ko'rsatilishi kerak. Agar ushlab qolish noqonuniy bo'lsa yoki muddati tugagan bo'lsa, uni to'xtatish bo'yicha ariza berasiz. 7-qadam, agar javobdan norozi bo'lsangiz, yuqori turuvchi organlarga murojaat qiling. Avval tuman pensiya jamg'armasi, keyin viloyat boshqarmasi, undan keyin Moliya vazirligi huzuridagi yoki tegishli vakolatli organlarning ishonch telefonlari va onlayn qabulxonalariga yozish mumkin. Shuningdek, mybank.gov. O'z orqali elektron murojaat yuborish imkoniyati bor. Elektron murojaatda telefon raqamingiz, manzilingiz, pensiya turi, eski summa, yangi summa va muammo mohiyatini aniq yozing. 8-qadam, firibgarlardan ehtiyot bo'ling. Hozir pensiyangizni oshirib beraman, 11% ni undirib beraman, hujjatni tezlashtiraman deb pul so'raydiganlar chiqishi mumkin. Men qat'iy aytaman. Rasmiy pensiya qayta hisob-kitobi uchun kimningdir qo'liga pul berish kerak emas. Murojaat davlat idoralariga bepul qilinadi. Agar kimdir pul so'rasa, bu shubhali holat. Bunday paytda ishonch telefonlariga yoki huquqni muhofaza qiluvchi organlarga xabar berish kerak. 9-qadam, farzandlar ota-onasiga yordam bersin.
Ko'p pensionerlar telefon ilovasidan foydalana olmaydi. Hujjat yozishga qiynaladi, navbatda turishga ho'li bo'lmaydi. Agar sizning ota-onangiz, bobo-buvingiz pensiya olsa, ularning oxirgi tushumlarini tekshiring. Birgalikda eski va yangi summani solishtiring. Zarur bo'lsa, ishonchnoma orqali ularning nomidan murojaat qiling. 10-qadam, har oy to'lovlarni yozib boring. Oddiy daftar tuting. Oy nomi, tushgan summa, qo'shimcha, ushlab qolish izoh. Masalan, iyul 1500 so'm, avgust 1600 so'm. Sentabr 1600 so'm. Shunda siz o'sish to'liq qachon aks etganini ko'rasiz. Bu keyinchalik nizoli vaziyatda ham yordam beradi. Azizlar, men bugun sizga 10 avgustdan pensiya 12. 1% o'sishi haqidagi xabarni qanday to'g'ri tushunish kerakligini batafsil aytdim. Eng muhim xulosa shuki, foiz o'sishi bor degani har bir pensioner kartasiga aynan bir xil tartibda, aynan o'sha kuni, aynan kutilgan summada pul tushadi degani emas. Sana hisoblash bazasi, pensiya turi, qo'shimcha to'lovlar, ushlab qolishlar va hujjatlardagi xatolar natijaga ta'sir qiladi. Agar sizga kam tushgan bo'lsa, vahima qilmang. Lekin befahm bo'lmang. Eski va yangi summani tekshiring. Pensiya jamg'armasidan yozma hisob-kitob so'rang. Hujjatlaringizni tartibga keltiring va kerak bo'lsa yuqori tashkilotlarga murojaat qiling. Sizning pensiyangiz oshdimi yoki kutganingizdan kam tushdimi? Izohlarda yozib qoldiring. Qaysi viloyatdan siz oldin qancha olardingiz, hozir qancha tushdi? Bu boshqa pensiyalarga ham solishtirish va tushunishga yordam beradi. Video foydali bo'lgan bo'lsa, albatta like bosing, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga yuboring. Men esa pensiya, nafaqa va ijtimoiy to'lovlar bo'yicha eng muhim yangiliklarni sodda tilda tushuntirishda davom etaman.